Mana do'stlar, kuni kecha ijtimoiy tarmoqni vayron qilgan ota bolalarning oldiga keldim. Mana Angrenda yashar ekan. Sultonbekmi ismingiz? Kecha dada nima qildi sizni? Kechadan oldin ana Shobrahimga borib, ana kartoshka terdim, prost kuydirdi, pishib kuydirdim. Prost burningiz qonab ketdi. Kecha dadangiz haytli berdilarmi? Bularni haytligini chiqdi-yu. Kecha bular. Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun, omonmisizlar, salomatmisizlar? Mana kechani o'zida 2 soatda o'zida juda ham bir Instagramda, Telegram kanallarida hali tez ommalashib ketgan mana Sultonbek burnini qonatib, otasi urdi sarlavhasi ostida juda ham bir videolar tarqaldi. Faqat shu kommentariyaga kirsa akani so'kkanlar bo'lyapti-da. Aka endi bitta narsa. Kecha ko'pchilik akaga izoh qoldirdi. Ichib olgan holatda farzandini urib, og'iz burnini qonga to'ldirdi degan gap bo'ldi. Kecha ichdingizmi aka, ichmadingizmi? Ichgingiz yo'q. Ana do'stlar, otani ham, bolani ham ko'rdim. Mana Sultonbek ekan ismlari mana. Haytli yig'yapti. Akamiz o'zi haqiqatdan ham men bitta narsaga qoyil qoldim. Otani kecha u hali videoga olgan ayol gapirtirmadi hamda, gapirtirmasdan faqat shu nimaga urasan, nima uchun urding, ichib olgansan, u qilding, bu qilding degan gaplar bo'ldi. Bir og'iz gapirishga qo'yish kerak-da, hurmatli videoga olib turgan ayollar, o'shanaqa insonlar. Mana akamiz soppa sog' ekanlar, hech qanaqa ichkilik ham bo'lmagan, bu farzandini ham urmagan. Shunchaki hali pul bergan, hayitlik bergan, yo'lga yugurib chiqib ketganda, nimaga yugurib chiqib ketyapsan deb tortib olib, shu hali endi babi ota-yu, betiga urganda shu burni qonab ketibdi. Bu endi bu darajada ommalashib ketish menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Do'stlar, mana shu videoni kengroq tarqalishiga yordam qilasizlar. Hech qanaqa bu oilada notinchlik, muammo bo'lgani yo'q, hammasi joyida turibdi. Xudo xolasa, bu chora ko'ramiz deb turgan ekan, mana videoni tarqatgan ayolga u ham o'zini uzrini so'rab, bilmasdan xato qilib qo'yibmandi, video chiqaribdi. Opa bilan ham hozir birozdan keyin ko'rishamiz. Videoga like bosib, kengroq tarqalishiga yordam qilasizlar. Shu ijtimoiy tarmoqlarga mana shu videoni qo'yib yuborsalaring ham biz xursand bo'lgan bo'lardik. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyo, Angrendaman do'stlar. Mana aka, xalqqa nima degan bo'lardingiz siz? Ming bor uzr so'raysiz. Bilib bilmay qilgan xatolarimga uzr. Joningiz sog' bo'lsin aka, oilangiz bilan baxtli, saodatli bo'ling. Chiroyli farzandlaringiz bor ekan, mana turmush o'rtog'ingiz bor ekan. Mana 5 ming bas haytli, mana 10 ming beraman. Rahmat, rahmat. Salomat.